yurak xastaliklari ichida eng keng tarqalgani bu yurak ishemik kasalligi. Assalomu alaykum. Men Boboyev Behzod, Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasi qon tomir jarrohligi bo'limida kardiolog lavozimida faoliyat yuritaman. Bilamizki, yurak kasalliklari, xususan yurak ishemik kasalligi nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda rivojlangan davlatlarda ham dolzarb muammo hisoblanadi. Statistika bo'yicha aynan asoratlar yuzaga kelishda va o'lim xavfi yuzasidan butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti bo'yicha birinchi o'rinni tashkil qiladi. Yurak ishemik kasalligi nima? Bu aynan yurak qon tomirlarida aterosklerotik blyashka, ya'ni yog' plakchalari deymiz, shularni yuzaga kelishi hisobiga qon tomirlarini torayishi va shuning natijasida yurakni yetarlicha qon bilan ta'minlanmasligi hisobiga yurak sohasida og'riqni yuzaga kelishi, bemorlarda hansirash, charchoq, nafas yetishmasligi, qon bosimi ko'tarilishi kabi simptomlar bilan namoyon bo'ladi. Bu kasallik asosan 50 yoshdan katta bemorlarda yuzaga keladi. Erkaklarda ham, ayollarda ham bu teng barobar uchrashi mumkin. Agar sizda yurak sohasida og'riq, hansirash, nafas yetishmasligi, qon bosimi ko'tarilishi holatlari kuzatilsa, albatta birinchi o'rinda kardiolog shifokorlariga, xususan Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasi qon tomir jarrohligi bo'limi xodimlariga murojaat qilsangiz, biz sizga birlamchi ixtisoslashtirilgan tekshiruvlarni o'tkazib, kasallikka to'g'ri tashxis qo'yishga yordam beramiz va qimmatli maslahatlarimizni beramiz. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang, o'zingizni asrang.